Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yanadayız va bugungi videoda men o'zimga hardcore zona ochdim va nima desam bo'ladi? Bu hardcore zonaniga men bitta ikkita modlar qo'shib qo'yganman. Xullas qolgan Minecraftlarga ko'ra men ham bu zonani ochdim. Qani unda video boshlaylik. Birinchi bo'lib daraxt qaziymiz. Daraxt qazish ham yomon qiyin ekan. Nima desam bo'ladi yana. Xullas bolalar, men oldin hardcore'da ko'p o'ynaganman. Uni oldingi kanalimni kuzatganlar biladi. Endi ketdik tosh qazigani. Toshni ham qazishga boramiz. Yo'q, bu yerdan bo'lmaydi. Narigi chuqurroq joy ekan, shu joydan boramiz. Ana ko'kgul nimaga kerakligini bilasiz? Sizdan bilmadim, lekin menga ko'kgul yoqadi. Mana bitta deylar. Endi versak yasaymiz, cho'p yasaymiz, qo'yamiz va keyin yoshli kirka va mana boshladik tosh qazishni. Tosh qaziymiz. Bu yerda ko'mir. Xullas, bolalar, bizni rejamiz biri allaqancha voy. Xullas, bizni rejamiz nima edi? Birinchi bo'lib qishloq topish bo'ladi. Avval biz ovqatlab olishimiz kerak. Mana birinchi o'ljamiz qo'y bo'ldi. Va bolalar, men ketayotganda mana qishloq topib oldim. Bu qishloqqa boramiz va ketdik. Voy, tushib ketdim. Sizlarga mana shunaqa joylarga tushib ketish yoqmaydimi? Ayniqsa, xullas mana loyni bordi, olamiz, qo'yamiz, chiqib olamiz. Xo'sh, endi esa ikkinchi o'ljamiz va uchinchi o'ljamiz. Olindi. Endi esa qishloq tomonga ketdik. Nima deganda, u joyda talon-taroj qilish kerak. Qaroqchi emasmiz, lekin talon-taroj qilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda oddiy narsa. Ustaxona. Ustaxonaga kiramiz. Xo'sh. Ishton, patinka. Faqat shapka yetmayapti mana shu yerda. Bandl, hamma narsa faqat shapka bo'lganda ponni temir odam bo'lasiz qolasdik. Xo'sh, bu yerdan bu nomi atinqurol nima edi? Xullas, mana shu bilan furni hisob olamiz. Endi esa ikkala tarafdagi karotlarni olib, keyin yana yo'lga tushamiz. Keyin yana talon-taroj qilamiz. Qishloqni qidiramiz nimalar borligini. Xo'sh. Hammasi olindimi? Yo'q, bu yerda bor ekan. Mana endi birinchi sandiqdagi narsalar, ikkinchi sandiqdagi narsalar. Mana uchinchi sandiqdagi narsalar va mana to'rtinchi bo'lib biz golemni o'ldiramiz. Chunki bizga temir kerak. Mana bolalar, men buni talon-taroj qilib chiqdim. Endi esa undan joydagi shakar qamishni olsak bizga kerak bo'ladi. Shakar qamish foydali bo'ladi-yu. Xullas, kelajakda bizga albatta asqotadi. Mana yana o'lja. Bitta bo'lyapti-yu. Endi temirli qilishni kuchida bu. Xo'sh, keyingi o'ljani ham olamiz. Ana endi yana ketamiz. Xo'sh. Va bolalar, men jungle biyomini topib oldim. U yoqdan daraxtni ko'chatini olish shart. Nimaligini o'zinglar bilsanglar kerak. Xullas, buni aytavering.
Chunki u to'rttali bo'lgani uchun bizga barga kerak bo'ladi va mana birinchi tunni o'tkazib oldik. Ikkinchi kun. Xullas bolalar, men g'or topib oldim. Mana 4 ta saplingni ham olib oldim. Keyin bambuk olib oldim. Kelajakda kerak bo'ladi. Va ketyapti. Uy, oz qoldi. Amali ketdik. Uni uzoqdagi sariq narsa nima bolalar? Xo'sh, ko'ramiz. Nimakin u? Nima bo'lishi mumkin? Va u qishloq. Bolalar, yana qishloq chiqdi. Bu yoqdan somonni uxlatamiz. Xo'sh. Somonni uxlatdik. Endi esa uyga kirib, uydan narsalar olib chiqamiz. Mana narsalar yaxshi. Endi buni olib olamiz. Bu dastgohlar menga kelajakda villager trading qurish uchun kerak bo'ladi. Lekin mana shu yerdan chiqish qiyin bo'ladi. Bu yoqda ustaxona bor ekan. Ustaxonaga kiramiz. Yana boyagi nomsiz narsani olamiz. Furniyasni olamiz. Keyin bu ustaxonadagi narsalar, kiyim, mana shu nonga shapka bo'lganda non, bandl va 2 ta spir bor ekan. Nimasi bular? Xullas bandlga narsalar joylashtirib olamiz. Voy, tushib ketdi. Yana bitta ustaxona bor ekan bolalar. Undan ham narsalar olamiz. Xo'sh, hamma ko'pirlik nayzani, spirni, achivkasini olib oldik. Bu yerdan bolalar temir odamni o'ldiramiz. Xo'sh. Uryapmiz. Mana temir odamni ham temirini olib oldik. Endi esa gulni ekib qo'yamiz. Bu qizil gul bizga kerak emas. Endi bizga nima kerak? Biz mana bu kerrotlarni uxlatib chiqamiz. Bizga hali sabzi kerak bo'ladi. O'zimiz sabzi ferma ham qursak. To'g'rimi? Keyin bu barriesmidi? Xullas. O'zbekchasiga rediska deb qo'yamiz. Shuni olib oldik. Endi bolalar, bizda bu yangi versiyada egar yasalar ekan, shuning uchun biz o'zimizga otni o'rgatib olamiz. Birinchisida o'rganmadi, ikkinchisida mayli. Xullas, mana bolalar, otni men o'rgatib oldim. Qalay chiqdi, yaxshimi? Faqat bitta shapka bo'lgandami? Xullas bolalar, men yurib savanna biomiga kelib qoldim. Endi hammayli bu yoqdan ham yuraveramiz. Aytgancha bizni uy qurishimiz kerak bolalar. Boyagi qishloqqa quray desam, u qishloq Ponni tog'u tosh ekan. Undan oldingisiga men simadim va yana boshqa qishloq qidirganga ketdim. Endi bu qishloqni topolmayapman. Shunga endi yana u yoqdan bu yoqqa yuramiz. O, armadillo. Hozir qobog'ini olib olsak emikin. Qobog'ini olish uchun bizga pat kerak. Aytgancha bizga ko'per ham kerak. Shuning uchun keyin kelajakda kelib olamiz. Hozir biz endi esa yana yuramiz. Bu yerda oshqovoq, shakar qamish va yana qishloq bolalar. Necha 3 ta qishloq chiqdi. Uni yomon nimasamola. Yomon dahshat bo'ldi. Birdaniga 3 ta qishloq chiqdi. Sakraymiz. Qishloqqa kirib olamiz. Bo'l yursangchi. Aytgancha biz hozir bu ot qo'ygan bitta qafas yo'qmikin? Yo'q ekan, shunchalik katta joyda. Bu uyga kirib qo'ysak bo'larmikin? Yo'q, bitta eshikdan sig'maykan.
Sig'mayapti. Amal ketdi nariyoqqa. Bu ikkitali eshik bor. Uyga kiramiz. Shunga sig'dirib yuborsak. Ana sig'arkan как раз. Endi esa eshikni yopamiz. O'zimiz joyda uxlaymiz. Va mana 3-kun ham boshlandi. Xullas mana bolalar, biz hozir sandiqni ko'ramiz. Non bor ekan. Mayli. Endi yuramiz. Endi bu yerda yana bitta qishloqda uyi bor ekan. Qishloqni avval bu joylarda ko'ramiz. Mayli. Qishloqni uyini kirib ko'ramiz. Qani bu yerda nimalar bor? Bu yerda men sandiq bor debman. Mayli, table bizga kerak. Qanaqa table degan bilmanu. Smashing table. Bizga kerak bo'ladi bu ham. Chunki biz villajda trader quramiz, shuning uchun kerak. Yana bitta sandiqli xona uy. Bu yerda esa non, izmirot va laser pants. Mayli, bizga kerak emas, tashlab qo'yamiz. Xo'sh, endi esa bolalar, biz bu qismda oddiygina joy qilamiz o'zimizga. Hozir bu shakar qamishlar hammasini bu yoqqa solib qo'yaman. Xullas bolalar, mana endi shakar qamishlar ekib oldik. Endi esa o'zimizga kichkinagina joy qilamiz-da, keyin esa o'zimizga kichkinagina joy qilib turib, keyin otimizga joy qilamiz. Avval sandiq yasab olamiz. Xo'sh, 3 ta sandiq, mayli, yana bitta yasab turib 4 ta yasab olamiz. Endi bularni qo'yamiz. Voy, noto'g'ri ketib qoldi. Endi mayli, qo'yamiz. Buni ichiga esa narsalarni joylashtiramiz. Joylashtirib turib, keyin o'zimizga ortga joyni yasaymiz. Bolalar uji boshlab yubordim. Bu joycha tekizlab, mana bloklardan qo'yib, loyli blok qo'yib quramiz. Keyin bu yoqqa jungle fence qo'yib, xo'sh, mana qo'yamiz. Mayli, bu yerdan qo'yamiz, bu yerdan qo'yamiz. Voy, yomon mashq qish ketib qoldilar. Mayli, endi nima ham qilardik. Xo'sh, buni qo'yamiz. Xo'sh, mana endi bu joyga loyli blok qo'yib chiqamiz. Nima deganda, eshik qilgandan keyin u yoqqa chiqishda qiyin bo'lishi mumkin. Yana xato qildimi? Mayli, endi buni qo'yamiz. Orqasiga yana qo'yamiz. Voy, yoki Minecraft noto'g'ri bo'ladi, yoki qo'lim qiyshayib ketyapti. Xo'sh, mayli, parvo qilmaymiz. Endi esa eshikni qo'yamiz. 3 ta eshik yasab oldim. 3, mana uchalasini sindirdik. Uchala eshikni qo'yamiz. Mana ichidagi o'tlarni olib tashlaymiz. Xo'sh, urug' tushib qoldi. Urug'ni esa sandiqqa solib qo'yamiz. Bir yo'l hamma narsalarni solib qo'ysak, ishimiz yaxshiroq bezarib tepan ekan. İçimiz bo'shroq turadi. Mayli. Endi esa biz ot topgani ketamiz. Ot mana shu joyda, mana. Ketdik otam. Yur. Ketdi, mana. Ketyapmiz. Nega bu ot sekin yuradi? Men boshqa ot olaman u. To'g'rimi? Men deganda sekin yuribdi. Oldingi versiyalarda ishlasa, bu versiyada ishlamaydimikin? Yoki yugurib kelib sakraydimikin? Shunaqa qilib sakrasam, havas ichiga kirib qolasdi. Hozir sakrab ko'ramiz. Ana qafas ustiga chiqdi. Mana ichiga kirdik. Endi sekin chiqib olamiz nariyoqqa.
Xullas, bo'pti unda hammaga xayr do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman.